Alo, Kim bu? men Gulim, tanimadim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? İyi. Yaxshiman men. O'zing yaxshimisan? Men qo'yavering. Siz sog'indim. Qachon kelasiz O'zbekistonga? Nasib qilsa boraman. Lekin 2 yilsiz borolmayman ekan, ishlar ko'p. Pul qilish kerak, to'yga ham, uyga ham. Menga katta to'y qilish kerak emas. Mayli, bizdan bo'lmasa ham, juda yaxshi bo'lsa bo'ldi. Tezroq qayting, bo'lmasa meni boshqasiga berib yuborishmoqchi ekanlar. Nimaga? Agar uydagilaring yoqsa, men nima ham qilardim? Uydagilaring senga yomonlik ravo ko'rmaydi. Yo'q, unaqa emas. Men sizni sevaman. Sizdan boshqasi kerak emas. Agar boshqasiga berishsa, to'yim kuni o'ldiraman o'zimni. Jin, unaqa dema. Nomerga qara, O'zbekka keldim hozir, tushdim samolyotdan. Birinchi senga telefon qildim, shu bilan. Endi to'y qilamiz. Qaniydi suhbatlashsam to'yib, orom topsam bag'ringga boshim qo'y.